Assalomu alaykum. Biyagomus Vodiy kanal a'zolari hamda YouTube tomoshabinlar. Barchalaringga xayrli kech tilagan holda kech bo'lsa ham videomizni boshlayapmiz. Hozir endi yetkazib keldik. 5 kvadrat cho'lchangimizda Toshkent viloyati Galaquduq rayoniga hozir yetkazib keldik. Mana shunday katta plantatsiya boshlashgan biyagomus yetishtirishni akalarimiz. Xudo xolasa cho'lchanglarimizda holatini hozir ko'rishlaring mumkin. Kimga cho'lchang kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Mana shunday holatda zakazga qarab yetkazib beramiz. Yo'q, optimizatsiya sen ketaman degan. Mashalloh, juda go'zal holatda. Videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yanagi videolarda ko'rishguncha